Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Yaxshi yursizmi? Bugun hali ko'p mijozimizga 1 yil bo'lmadi, lekin 1 yil bo'lgan insonlardan hammasini bir chaqirib ko'rishaylik, ko'rsataylik qilgan ishlarimizni deb chaqirdik sizlarni. Xudoga shukr, kelgan paytimizda har xil gap, birov bunday gap tarqatdi, boshqani qildi, lekin bizlar bilan birga o'tgan yili qurilish boshlagan, shu yerda sotgan joylar ham bor. O'shalar borib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Ular qanday darajaga keldi, bizaki qanday darajaga keldi. Ishlatayotgan narsalarimiz bugun o'sha payti shunday kelib havoga qarasangiz mana bu narsa yo'q edi-ku. Shuni endi ko'zlaringiz bilan ko'rib, birga ham sizlar duolaringizni olish, ham bir ikkita yaxshi takliflar qilganmiz. Shu narsalarni sizlarga aytmoqchimiz. Takliflarimizdan birinchisi biza bu yerdagi o'yingohlarni hammasini farzandlar uchun qilsak deyapmiz, bolachalar uchun. Domimizni tepasiga hozir olib chiqib ko'rsataman. Domimizda hammasini tepasini ota-onalar o'tiradigan joy qildik. Kim kelib ana qiladigan bo'lsa, hamma domimizda mana har ikki podyezdda gashtakxona bor, hammasida. Ha. Shahrisabzda ham qildik. Bu yerda yo'q edi proyektida. Yana o'sha narsani ham qo'shib qilib beramiz. Xudo xohlasa bu yerda ichida fontana unaqangi narsalar yo'q edi. Hammasini qo'shdik. Xudo xohlasa pastda kelib o'ynaganingizda ham endi bir issiq iklimit ham issiqlashib ana bu boryapti. Xudo xohlasa fontanni ham qilib beramiz. Bitta tepasini ham ko'rasizlar. Ishlatayotgan narsalarimiz oddiy rang qilib qo'ymayapmiz. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Qayerga qarasalaringiz oddiy rang. U ertaga 5 yil, 10 yildan keyin ham davlatga zararimiz tegadi. Yana qayta remont qilish kerak. Yana mana bu kafillarimizda 1.20 ga 60 ta, Toshkentda ham, Samarqandda ham eng premium domlarga shuni ishlatadi faqat. Xuddi shu narsani olib kelib bergan, xuddi shunday ishlatyapmiz. Mana o'zini bazalti, membranasi, issiq sovuqqa ikkilangan odamlar bor edi, qanday bo'lar ekan deb, ertaga Xudo xohlasa 26-iyunda ochilishida men sizlarga mana shu nechtadir uyda taxlab qo'yamiz-da, sizlarga ko'rsatamiz. Kirib ko'rasizlar, konditsioner hech narsa qo'ymaymiz. Oynani ochib, qanday issiq sovuq kiradimi yo'qmi ko'rasizlar. Uyda ventilyatsiyasi, havo aylantirishini qanaqangi darajada qilganimizni ham ko'rsatib beramiz. A blogimizda Xudo xohlasa mana shu 7 ta domni 26-iyunga topshiramiz. Katta konsert qilamiz. Hammalaringiz kelasizlar, duo olamiz sizlardan. Biza bu blokdan mana kotlavanlarimizni taxladik. Endi biza shu yil Xudo xohlasa yil oxirigacha Xudo xohlasa bu blogimizda ham skeletini topshiramiz. Skeleti deganda mana bunday holatda, ko'tarilgan holatini topshiramiz. Bunisi yil 26-yilda o'sha va'da bergan anonimizda 27-yil 26-iyunda umumiy kompleks topshiriladi. Oldidagi parki, hamma narsasi, bog'i, hamma narsasi bilan topshiriladi. Ko'rsalaringiz qurilishni tushunadigan, qurilishni biladigan odamlar bo'lsa, nima va'da bergan bo'lsam hammasini qilib boryapman. Avtoklarni gazovlok, qurilishimizda tezligi, eng mustahkam konstruksiyani tanlab hammasini qildik. Tezligimizga ham, hamma narsamizga ham. Hozir ko'rsataman, liftlaringizni ham zakaz qildik. Liftlaringiz ham Xudo xohlasa eng qimmat gostinitsalarda bo'ladigan liftni qildik. Har bitta liftimiz mana shu joyimizda o'zida 14 ta podyezda. Har bitta liftimizdan $9,000 qimmatga olgan bo'lsak ham, lekin ertaga Xudo xohlasa 5 kunda, 10 kunda shirkat ham o'zimiznikida, har kun bizlar sarson bo'lib xalqqa qarg'ish oladigan narsamiz zo'r anolar qildik. Qayerda tayyora bor? Ko'rsatamiz bir. Bo'linganimi? Anonisimi? Bemalol. Shu iyun oyida topshiriladi deyapsiz-ku 26. To'g'rimi? Shu vaqtda kirib yashashga hali kadastr chiqmagan, kirib yashash yo'q. Remontni boshlasak, kadastri Xudo xohlasa yilda oxirigacha chiqarib beramiz. Mana 7 tanikini. Kirib yashashga bu yil 26-iyunga to'liq topshirganimizdan keyin. Nimaga desangiz, biz bu yerda qishki bolalar o'ynaydigan joy qilyapmiz. Katta targov sentrlarda bo'ladi, bilsangiz. Bolalar o'ynaydi. Xuddi shunaqangi narsa, trenajyor zal, bolalar o'qiydigan joy, dars qiladigan joy. Shirkatimizga to'liq hamma narsani realizatsiyasini qilib topshirganimizdan keyin sizlar ham bemalol foydalanaverasiz. Bu yerda shirkatni hamma narsasi o'zimizda qolyapti. Hech qaysisi birovga ketmaydi. Nima uchun? Bizlar qilgan narsani qayerda nima o'tkazganimizni o'zimiz bilamiz. O'zimiz qilgan narsani o'zimiz asrab yurishda ham Xudo xohlasa ta'minlaymiz. Bemalol bu. Assalomu alaykum. Yangi lift aytdingiz. Burzovoy lift bilan passajirskiy lift. Aha. Bu yerda passajirskiy yoki ikkita burzovoy? Yo'q. 9 qavatlikda faqat passajirskiy bo'ladi. Ha. 9 qavatdan ziyodlardagi ikkita lift. Qarshi premium loyihamizdagi ikkita lift hammasi. Bu yerdagi har bir liftlaringiz oddiy shunday
4 ta temir bilan qoplanmagan. Qanaqangi motor qo'yiladi. Mitsubishi motor qo'ydik. O'zi 4 xil eng zo'r motor bor. O'shani bittasi Mitsubishi motor. Birga sizlarga va'da beraman. Tangani o'z anonisi qancha? 100 yo'q. O'shani qo'yib chiqib olib tushishga va'da bergan. Tanga yiqilmaydi, chiqib tushadi, yiqilmaydi degan. Yoshi kattalarni behuzur qiladi-da lift. Quyosh batareykasida ishlaydimi liftlaringiz yoki? Yo'q. Quyosh batareykamiz faqat mana shu yer uchun, mana bu yerda yorug' qilish uchun, podyezdlaringizni yorug' qilish uchun. Quyosh batareyalarimiz. Keyin yana bitta savol. Ikkinchi etajdan berilganda shu haqiqiymi? Lekin ko'p kishi ikkinchi etaj deydi-yu, lekin 7-etaj, 8-etaj bo'lib ketibdi. Onajon, shu paytgacha yuzimda shu paytgacha ana qilmaganmiz. Domlini bilmayman. Bering. Shu paytgacha yuzimizni kuydirmaganmiz. Birorta joyda bitta kvartirani 2 kishiga sotmaganmiz. Birovni. Shu berayotgan haq halol pullaringizni o'zi ham yetadi bizga. A2 ikkinchi podyez qayerda? Mana bu yerda. Mana kakrasan sizni etajingiz ko'tarilyapti. Mana shunga, 2 kundan keyin kelsangiz, o'sha etajingizni konkretni uyingizni ko'rsatadi. Shu bo'lsa bo'ldi. Shunga o'qisa bo'ldi. Mana shu etaj. Yo'q, ko'p kishi mana unday qilyapti-da, savol berib, mashinniga kan unday ana shuning uchun Shuning uchun onajon mana shunday birorta joyida yo bu kishini mana Qarshini rahbari yo mana Samarqanddan shu yerga upallamochini birortasini chiqarayotganim yo'q. O'zim kelaman, o'zim savollaringizga javob beraman. Boshida qanday sizlarga va'da berib ana qilgan bo'lsam, o'shanday ko'rsatib boryapman. Kamgina vaqt qoldi, 3 oy vaqt qoldi. 3 oyda mana shu yerda bayram qilayotganimizda ana shu mashinnik ekan degan biza gapni orqasidan quvmaymiz. Shular qulog'idan tortib olib kelib bitta ko'rsatasiz. Senga shunaqa domni qilib berdimi deb. Bloklar qachon qurilish boshlanadi endi? Hozir aytib o'tdim. Mana hozir bu bloklarimizni tugatdik. Yangi yilgacha endi u tomondagi bu bloklarimizni topshirib beramiz. Uni temir karkasini topshirib beramiz. Bu yil 26-iyunga umumiy konsepsiya ochiladi. Bitta savol, biza Temuriylar shaharchasiga shahrimizga chaqirganlaringizda boruvdi. Bizning shartnomada remont turi mijoz xohishiga qarab yo aboy yoki rang deyilgan. Lekin u yerda ekoplit degan narsani ko'rdik-da. Juda ana shu remont turmasa bizga yo'qdi-da. Bu yerda ham o'sha ekoplit. Yo'q, u endi qarang. U narsani biz obrazetsga qildik. Ko'rgan bo'lsangiz, yerto'la qismida ham remont qilib qo'yganmiz. Yerto'ladagi remont ham yomon emas, to'g'rimi? O'z vijdonan aytsangiz, luboy joyda qilingan remontni ko'rsangiz agar, remont bilan topshirilgan uydagi birortasini shunday bo'lmaydi. Ekoplit premium darajadagi. O'shani anonsini aytsangiz, hisoblab beradi bolalar. Zalimni shunaqa qilib ber, bu joyimni qilib ber desangiz, o'zgartirib beramiz. U ham unaqangi katta bir to'lov anonsi uchun emas. Remont boshlanganda sizlarga dizayn beramiz biz. O'sha dizayn ham oddiy dizayn, oddiy narsalar bo'lmaydi. Men hamma ko'rgan, remontlik uy olib ko'rgan. O'sha remontlik uydan necha foiz farq qilishini xursandchiligingiz bilan aytib bersangiz bo'ladi. Agar xo'p desalaringiz, meni ham vaqtim ana bitta ko'rsatsam, Atapleniyasi qanday bo'ladi? Markazlashgan. Yo'q, mana bu qovurg'alarni bir xil ofisda so'raganimizga o'zlaringiz olib berasizlar. Yo'q. Remontlik uylardagi bizdagi shu qovurg'a bo'ladi. Remontliklardagi qovurg'asi qo'yiladi. Hozir xudo xohlasa 26-iyunga kelganlaringizda mana shu joyni tanimaydigan darajaga keladi. Qanday va'da berdik? Qo'limizga ana bo'ladimi kalit? Yo'q, qarang. Kalitni bu yiliga beramiz. Bu yiliga beramiz, Sizni o'zlaringiz ko'rib ko'nglingiz to'q bo'lsin ona. Bo'ldi. Men kalitingiz, kadastringiz hamma narsangizdan undan anor yo'q. 26-iyun, har yili 26-iyunda ishxonamizda bayrami, tug'ilgan kuni o'sha bilan sizlarga har anonsda topshirib beramiz. Yo'q, loyihada yo'q edi. Mana shunaqangi qo'shib boryapmiz. Akfadan bo'ladi, mana shu yerda yopiq bo'ladi. Hamma foydalanadi. Mana shu domda yashaydigan hammasi foydalanadi shu yerdan. Shu yerda mana bu gashtakxona. Letni emas, bu zimni ham hammasida. Bu yerda o'tiradi. 50 dan ziyod odam bemalol sig'adi bu yerga. Stuli, mangali, hamma narsa sizlarga qoladi. Hammasida. Tepasi ochiq bo'ladi. Yo'q, mana bu ochiq joylar mana bu yerlar. Ikki tomon. Biz shu narsani hozir o'ylab qildikki, mana bu tepalar faqat ota-onalar uchun. Farzandlar o'ynash uchun faqat pastda qilib ana qilsak, chug'ur-chug'ur, ana tinch qo'shnichilik. Men Qashqadaryodagidek og'in qarindoshchilikni, mehmondorchilikni ko'rmaylik. Rost bizada ancha oqibat
Orqa qarab ketyapti, bu yerda Samarqanddan. mehmon Samarqanddan, Qo'shroboddan. Shu narsalar ko'rmasdan tanlagan narsalaringiz-chi? Hammasida. Hammasida. Hozir remontsiz olamiz-ku, korobka varianti. Shuni remontli qilishimiz uchun O'zgartirsalar. hozir 7 million 39 mingdan to'laymiz-da. Qancha ana miqdori o'zgaradi. Kelsangiz ofisga o'zgartirib ana qilib beradi. U ikkita 25 ga hozir 25 bo'lish uchun ruxsat bermayapti. Lekin xuddi shunday tushadi, xuddi shu narsa bo'ladi-yu, faqat etajni pastlattiryapti. Birortasiga qo'ymaganman, ana bo'ladi. Xudo xohlasa liftdan bunaqangi narsalardan muammo bo'lmaydi. Nima uchun desangiz, shirkat o'zimizda. Bizning o'zimizda doimiy nazoratimizda turadi. Biz Qashqadaryoga Qarshiga 1 yil, 2 yil ishlash uchun kelmaganmiz. Nima uchun men hamma emas, ancha kuchimizda, ancha mablag'imizni birdan tikdik bergan. Shu yerda xalq bilan uzoq yil ishlayman. Yuksalish firmasi biz eshitganmiz, Toshkentda ham, Samarqandda ham eng oldingi Men o'zim ham eshitib kelganman. Eshitib kelganman-da, shu biz ham shu harakat qildik. deganlar hammasi yolg'on. Harakat Shuning uchun ham qildik. bizlar kelib imla yuksalishdan olganmiz. Rahmat. Ana ular takliflar bo'lgan. To'g'ri, ko'p, hozir quruvchi ko'p. Shular bir yaxshi rohatda yashasin deymiz. Xudo xohlasa mazza qilib yashaydi ona. Oldingi uylarda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charcha. Mehmonlar shu yoqqa chiqarib, shu yoqda o'zidan jo'natib berayotgan shart sabzi. Berdi. Qiziqib oldi. Berdi ham shunday qildik. Shunday bo'ladimi? Qarang, Berdi. shu mana shu domni quribsiz, mana shu shahsabzigacha ketsin shunday. Iloyim, iloyim. Ilohim shunday bo'lsa, to'xtamang, nima bo'lsa. Faqat shaharda ichiga kirib keyin ketsin. Faqat iloyim. Charchamaysizlar. Faqat to'g'ri tushunasizlar. Savol bor ekan bu kishida. Hozir bir 50 olmishta odam joylashadi. Mehmonchilikka. Shu hozir men 9 intensivda, misol uchun shovqin suronlar, bunday zarar Hech qanaqa. Siz bilan o'rtangizda mana 5 qavat ana bo'ladi. Izolyatsiya bo'ladi. Nima shovqin qilyapsan? Mehmonning tovushini pasaytir, unda gurunglar bo'lmaydi. Xudo xohlasa bo'lmaydi. 5 qavat ana. Savolda mana bu O'zbekiston restoran bor bilsangiz, o'sha yonidan domla qurildi, attika orqasidan. Qo'shnini devori bilan bu qo'shnini devori gipsakar. Bizlardagi unaqa emas, bitta ko'rasiz. Men hayron qoldim-da, tavba, bir bunday qizarida. Shunaqa bo'lmasin. Bizlarda yo'q, ona ko'ring. Bo'ling kvartira. Bir odam haqida noto'g'ri gap gapirib qo'ymak uchun yomon savollar bermang. Labbay opajon. Bo'ldimi? To'g'ri tushunasiz, men 11 ga va'da berganman. 1 ga charchamaysizlar, sog' salomat bo'lasiz. Ota duo bering bitta. Alloh amin. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Podsho vazirlarimizni aqlini teran, bilimini ziyoda qilsin. To'g'ri yo'lidan adashtirmasin. Hammamizni mana shu olayotgan uylarimiz bir barakotli uylar bo'lsin. To'ylar qilaylik, kelinlar olaylik. Mana shu ukamizning nevarani ishiga omad. Singlim aytganday sharsabizgacha cho'zilib ketaversa, ana shu uylardan olaylik deb hamma havas qilib yursin. Alloh. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'lingizlar. Sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Charchamaysizlar. Xo'p.